Assalomu alaykum aziz Instagramdoshlar, obunachilar, yaxshimisizlar? Sog'ligingiz yaxshimi? Kecha qo'yib o'tgan videomuz bor, avtovakum. Adresini so'rab yozib turibdi ko'plar, shuning uchun hozir adresini sizlarga to'liq tushuntirib boramiz. Videoni kuzatishda davom etinglar. Sabías que no era para ti, pero aún así te quedaste. El tiempo que vivimos los dos, te juro para mí fue inolvidable. Todavía escucho tu nota de voz, en mi hoodie se quedó tu olor. Pero entendí, mi amor, ninguno de los dos fue culpable. Sabías que no era para ti, pero aún así te quedaste. El tiempo que vivimos los dos, te juro. Bağatdan kelaverishdi, bu Hazars bozori, mana Kempin. Shundan ham alış o'tib boraveramiz. Kuzatishda davom etinglar. Adres to'liq tushuntiraman sizlarga. Asosiy kuzatuvchilarimiz Bag'atdan bizang. Shunga eng arzon joyini topdim, vakumlik ishlaringiz bo'lsa, avval ham ishlaringiz bo'lmag'ay shunday, lekin bo'lib qolganda nera olib borib uzattirishni bilmay yursangizlar, shu yerga olib borasizlar. Ham yaqin bizlar Bag'at Hazars yaqin Urgancha borganman shu yerga. Sifatini ham gap yo'q ishlarning. Men borib kuzatdim, zo'r ishlaydi bolalar. Hozir to'liq videolarni joylab boramiz. Perfect evening for a late drive. Say it down for the ride. It's a long way in the dark. I would chase you past the green lights. Maybe this is a sign. This is only just a start. Obunachilar, adres to'liq tushuntiradigan bo'lsak, dan tarafdan kelaverish, Bag'atdan Durujboy o'tadigan yo'l, Hazaras 1-bozorning yoni Bog'eran to'yxonasi. Bog'eran to'yxonasining teyinda avtovakum deb yozilib turibdi o'zi plakati. Shunday xizmatlar kerak bo'lsa, shu yerga kelaverasizlar. Bog'eran to'yxonasining teyinda joylashgan. Bog'eran to'yxonasi hamma biladigan to'yxona bu. Shunday joylashgan. Avtovakum ichana girib ko'ramiz hozir ishlarni. Kuzatib turinglar. Ish jarayonini ko'rib o'tamiz ustabon. Assalomu alaykum ustabo, Harmon. Sog'lik yaxshimi? Ishlab turibsizmi? Rahmat. Kecha video joyladik. Avtovakumda Instagramga, keyin obunachilar adres nerda deb qiziqib so'rab turibdilar. Shuna hozir Bag'at yerdan keldik siz yoningizga. Adresni ham tushuntirmagan obunachilar uchun. Siz quri jem mashinalarini uzatasizmi yo boshqa mashinalar ham uzatasizmi? Vakumlik ishlar bo'lsa. Bizlara mashinalarning farqi yo'q. Bizlara o'sha yenchik, vakumlik yerlari bo'lsa, taxlab beramiz. Mashina bo'lishidan qat'iy nazar. Ha, Yenchilgan joy bo'lsa taxlab beramiz. Agar krassiyasi tushib, krassiyasi singan bo'lsa, bizarlik emas. ha. Unda jemdan boshqa ham elektromobil bo'lsa ham uzataverasiz. Farqi yo'q. Ketaveradi. Kuzib bo'lsa bo'ldi. Ha. Ha, malades. Yana ustabonimiz hozir ham ish jarayonida bo'lib turibdilar. Hozir bu damas eshigini chiqarib turibsiz o'xshaydi. Ha, bitib qola keldi, u xudo xolasa. Evvelki holatlarim bor, rasmlari, videolari bor. Hozir o'sha avvalgi holatlarni, keyin yana Malibuni ham uzatdingiz o'xshaydi, endi uzatasizmi buni? Malibuni rikitov ketib berdik ishkini. Havo. Arkasini tuzib uzatadi, krassiya sepib. Ha, oldingi videolar ham bormi? Bor. Xudo xolasa hozir buni ham montaj jarayonida qo'yib beramiz. Esa ishlaringiz omadini bersin. Rahmat. Endi men obunachilarimga kecha aytib o'tdim, eng arzon sifatli ishlab beradi. Shu yerda endi bizning obunachilarimiz bizning nomimizdan kelsa skidkalar bo'lamiz sizda. Bor. Arzon etib sifatlar tuzatib beramiz. Men u ko'pincha obunachilarim ham biladi, yolg'on narsa chiqaraman, shu realniy narsalar chiqaraman. Shuning uchun bizning nomimizdan Dastonboy 991 Instagram kanalidan aytib kelsangizlar, skidkalari bor. Bor. Ajoyib edi, sifatli ishlab taxlab beramiz. Sifatli etib ishlab beradilar. Ham ish jarayonida videolari bor, uni ham joylab qo'yib beraman. Kuzatib turaverasizlar xudo xolasa. Esa ustaboy ishlaringizni omadini bersin. Hali ko'p kelib turamiz. Katta ustabamiz yo'q o'xshaydilar. Yo'q, ketverdi. Ha, hozir bu shogirdlari katta ustabamiz ham shu yerda bo'ladi.
kelaverasiz. Mustafa ishlaringiz omadini Sağ bersin. olun, rahmet. Bizleri kuzatishda davom eting. Shunday kerakli, manfaatli videolar joylab boramiz.